Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi masalamiz contains duplicates masalasi ekan. Demak, bu lidkodni ikkinchi masalasi. Xo'p, demak bu masalada nima deyilgan ekan? Bir tushuna olamiz shartini. Xo'p, bizda nums degan array bor ekan. Mana shu nums degan arrayni elementlarini ichida, arrayning elementlari ichida 2 marta, kamida 2 marta takrorlansa, o'sha qiymati true qaytarishimiz kerak ekan. Aks holda false. Ya'ni mana bu yerda namuna bor. 1 2 3 1 elementlari bor. Demak, kamida 2 marta takrorlanyapti-ku, 1, to'g'rimi? O'sha uchun arrayning elementi ichida 2 marta takrorlangan element bormi? Bo'ldi. Demak, true. Aks holda false. Mana bu yerda takrorlanmagan, shuning uchun false. Mana bu yerda bir necha marotaba takrorlangan 2 va hokazo elementlar juda ham ko'p takrorlangan, o'sha uchun true, to'g'rimi? Va bu yerda constraintlar, misol uchun, arrayning uzunligi deyarli 100 mingdan oshmasligi kerak ekan o'zi. Juda ham katta. Bu 100 ming bo'lsa ham misol uchun ancha katta hajmda. Array elementlarini ichidagi elementlari esa o'sha qancha? 1 milliardmi? Shuncha. Ya'ni juda ham katta, tasavvur qilasizmi? Har bittasini uni elementlarini ancha javob qo'yadi. Va topiklarimiz array, hash table, sorting mavzulari bo'yicha ekan. Xo'p, bo'lmasam, men bu yerga yozib qo'ydim. Har bitta, demak, birinchi optimal bo'lmagan yechim, keyin oxiriga borib optimal bo'lgan yechimga borib to'xtalamiz. Birinchisi brute force dan boshlaymiz. O'zi brute force nima desangiz, brute force bu nima desa bo'ladi? Birdaniga qaror qabul qilingan yechim hisoblanadi. Ya'ni bazaviy nimadan foydalanib yechiladigan usul. Ya'ni kim boshqa bir nimadan foydalanilmaydi, boshqa bir qo'shimcha data strukturadan foydalanilmaydi. Shu to'g'ridan-to'g'ri foydalanadigan usul brute force deyiladi. Bo'lmasam boshladik. Brute force deganda nested loops hayolimga keldi. Ya'ni ichma-ich for looplari orqali, iteratsiyalar orqali ishlasak bo'ladi. Nima degani? Misol uchun birinchi loopimiz elementlarni o'zini aylanib chiqadi. Ikkinchi loopimiz bitta qo'shib boradi. Ya'ni birinchi loopimiz 1 ga kelganda, ikkinchi loopimiz bu yerga keladi. Keyin 1 bilan 2 ni solishtiradi. Keyin xuddi shunaqa ikkinchi loopimiz bu yoq, birinchi loopimiz bu yoqqa kelganda, ikkinchi loopimiz o'sha bu yerga keladi. Bir-birini solishtirib ketaveradi. Ya'ni o'shalardan qaysi biri teng bo'lib qolsa bo'ldi. Demak, bu biz ayta olamiz, nima ekan? Duplicate bor ekan degan ma'noda keladi. Bo'lmasam, ketdik. Pythonda boshlaymiz. For I range, demak, bu yerda end deb ketaman, uzunligini mana tashqariga yozib qo'yaman. Nums deymanda mana. Xo'p, shu demak 0 dan uzunligigacha yuradi elementlari bo'yicha, to'g'rimi? Va yana bitta for loop g degan bu iteratsiyasi, bu o'zi i+1 dan yuradi, to'g'rimi? Ya'ni men misol uchun bu 1 ga kelganda birinchi loopim, ikkinchi loopim bitta sakrab yuradi, mana shunaqa. Va bu ham n'gacha yuradi, ya'ni o'sha uzunlikgacha yuradi. Bo'ldi. Demak, if nums I, agarda nums i ga, g ga teng bo'lsa, bo'ldi. Demak, biz nima qaytarishimiz kerak ekan? True qaytarishimiz kerak. Aks holda tashqarida nima qaytaramiz? Xo'p, false qaytaramiz. Ya'ni duplicate bo'lmaydi o'shanda. Mana sal anaqa qo'raman. Mana. Bo'ldi. Ana endi run qilib ishlatib ko'rsak, bu ishlash kerak bo'ladi. Xo'p, mana ishladi. Ko'rdingizmi? Lekin agar buni submit qilsam, bu masalaning yechimi katta arraylarga juda ham ta'sir qiladi. O'sha uchun bu optimal yechim bo'la olmaydi. Ya'ni kim time, hozir mana shuni ishlatib ko'ray. Time out bo'lib qoladi. Adashmasam, exit time outmi, shunaqa. Ya'ni o'sha ko'p arrayni hajmi yuqorilashib ketadi-yu. Bu masalamiz optimal bo'la olmay qoladi-da. O'sha uchun bu yechim bo'la olmaydi. Mana o'sha qarang, time limit exceeded. Mana qarang. Shuncha katta arrayni har bittasini solishtiraman deguncha, birinchidan qancha vaqt sarflayapti? O'yin kvadrat, to'g'rimi? Ikkita for loop bo'lgani uchun o'yin kvadrat sarflayapti. Nima desa bo'ladi? Space complexity bu yerda ajratilmadi. O1 da qoldi. Mana shu uchun juda ham katta arraylarga juda ham bir nima desa bo'ladi, ta'sir ko'rsatadi. Shunisi bor. Biz qo'shimcha space ishlatmadik. O1 va time complexity o'yin qoldi. Endi keling shuni JavaScriptda sразу ishlab ketamiz. Xo'p, JavaScriptda qanaqa bo'ladi? Bu ham xuddi shunaqa. Demak, biz let I 0 dan yurimizda. Demak, numsni uzunligigacha yuramiz.
va for let g bo'ladi endi bu yoq, to'g'rimi? e+1 g demak namsni uzunligigacha bu ham va g++. Mana bo'ldi. Ana endi bu yerda ifda tekshiraman. Agarda nams teng bo'lsa, bizda mana bunaqa JavaScriptda 3 talik bo'ladi odatda, tipi bilan tekshirsak. Shunga teng bo'lsa bo'ldi. Return nima qaytarsin? True qaytarsin. Voy, uzr. True, aks holda fordan olib chiqib ketamiz, tashqaridan chaqira olamiz. Bu false da. Chunki uje bu false qaytish kerak, yani duplicate bo'lmadi degan ma'noda. Tushundingmi? Mana bu ham ishlashi kerak. Nima xatolik bo'ldi? Mana bu narsani virgul qo'ymay ketibman. Xo'p. Bu JavaScriptdagi yechimi. Bir xil kelasi. Bo'ldi, buni o'chirib tashlayman. O'chirib qo'yaveraman. Endi keyingi Pythonda keyingi usulga o'tamiz, sirazi sortingga o'tamiz, ya'ni saralash usuli. Bu qanaqa bo'ladi? Xo'p, buni kommentga olib, misol uchun, bittasini kommentga olsam, ko'rinibroq turadi. Bo'ldi. Buni endi pastga qo'yaveramiz. Bo'ldi. Ana endi sortingda nima? Sortingda men saralash. Bu juda ham oson, to'g'rimi? Qanaqa bo'ladi? Birinchi saralamiz, ya'ni tartiblab olamiz. Misol uchun 1 2 3 1 ku. 1 agar saralasak buni nima bo'ladi? 1 oldinga keladi. 1 1 2 3 bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun mana bu saralangan tayyor array ekan. Mana bu ham saralanmagan, to'g'rimi? 2 bu yoqqa o'tadi. Xuddi shunaqa. Ya'ni 1 1 1 2 3 bo'ladi. Shunda ikkalasini solishtirishimiz oson bo'ladi-da. Ya'ni misol uchun 1 bilan 1 ni 2 bilan 1 ni mana shu tartibda davom etadi. Shuning uchun ketdik. Birinchi namsni men sortlayveraman. Nams shunchaki sort desam bo'ladi bunda. Pythonda nams sort deb ketaman. Va ana endi for dan kiramiz. For in range demak uzunligigacha, demak nams uzunligigacha davom etadi, to'g'rimi? Va mana shu uzunligigacha bizda keyingi array, ya'ni bu nima keyingi, misol uchun bu 0 dan sanasa, u o'sha 1 dan sanasiga kerak, to'g'rimi? U nima bo'ladi keyingisi? G bo'ladi va range faqat bunda e+1 bo'ladi va yana shu nams uzunligigacha. To'g'ri qildim shekilli. Tak, mana misolni to'g'ri ketibman. Mana bu yerda bitta nima bo'ladi? Uzunligi alohida bo'lishi kerak. Bo'ldi. Ana endi ikkalasini solishtiramiz bemalol, to'g'rimi? Chunki biz sortlab oldik. Ana endi ikkalasini solishtirishimiz uchun ikkita loop berdik-da. Bo'ldi. Ana endi nams I teng bo'lsa nams G ga, to'g'rimi? Bo'ldi. Shunda, voy, uzr. Nima qoldi? True qaytsin deymiz. Uzr. Mana bu narsa o'zi keyingi bu loopimiz o'zi shart emas ekan. Bitta loop bilan qilsak bo'lar-ku. To'g'rimi? Chunki bizning keyingi elementimiz nima bo'ladi? Misol uchun nams I bo'lsa, nams I plus 1 bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Lekin hozir buni uzunligigacha biz oldik-ku, 0 dan boshlab sanadik, lekin 0 dan boshlab emas, 0 dan boshlab sanaymiz, lekin uni oxirigacha yetishimiz uchun bu bitta qaytishimiz kerak, bitta orqaga qaytishimiz kerak, to'g'rimi? O'shangacha davom etsak, keyingi elementimiz o'sha yana endi bemalol e+1 qilib solishtirsak bo'ladi-da. To'g'rimi? Chunki uzunligidan o'tib ketmasligi kerak, shunisi bor. Xo'p, bo'ldi. Demak, agar shu teng bo'lsa, return true qaytadi. Voy. Qarasi yo'q ketdi. Bo'ldi. For loopdan ham chiqib, return false qaytamiz. Mana bu narsa Pythonda bo'lmaydi, mana bu narsani olib tashlash kerak, qovusni. Bo'ldi. Ana endi ishlatib ko'raman. False, true, to'g'ri. Mana bo'ldi. Misol endi buni ham submit qilib ko'rsak, ishlaydi. Faqat endi kelinglar, buni submit qilmayman, optimallarni submit qilaman, shuning uchun vaqt ketib qolmasligi uchun. Misol uchun endi buni tushuntiradigan bo'lsam, o'zi sort qanaqa operatsiya bajaradi? Bu n login time zonada nima oladi? Time complexity oladi. N login oladi. Endi misol uchun bitta yana bitta for loop bor-ku, buni o'zi ham bitta on oladi-da, to'g'rimi? Demak, ikkalasini qo'shsa nima bo'ladi? Baribir shu on login oladi, time complexity. Va biz bitta joy ishlatdikmi degan savol tug'iladi. Space complexity-ga nima deymiz? Space complexity-ga bu yerda ishlatmadik. Chunki o'zida namsni o'zini sort qilganimiz uchun endi hamma dasturlash tilida har xil O1 oladi. O1 oladi, constant time oladi, constant vaqt oladi, O1 oladi.
Lekin misol uchun boshqa dasturlashtirlarda agar o'zida o'zgarmasa, ya'ni qo'shimcha array yaratsangiz, unda ON oladi. Chunki har bittasini terib chiqadi-da sort. Buni sort metodi unaqa ishlamaydi. O1 oladi Pythonda. Misol uchun qidirib ko'rsak ham bo'ladi. Sort method in Python time complexity deymizmi? Mana. Xo'p, bu yerda ON login. Buni aytdik. Time emas, space edi, uzr. Space complexity. Mana. Misol uchun ko'rsak, qani? Mana ON, mana. Worst case space complexity ON, best case O1. Demak, biz worst case uchun ishlaymiz. Demak, ON olar ekan. Tushundingmi? Mana shunaqa. Xo'p, bu tushunarli bo'ldi. Buni ham demak commitga olib ketamiz sirazu. Keyingi unga o'tib ketaveramiz. Masalaga. Hozir buni sal joyini kelishtirib olaylik. Bo'ldi. Demak, bu yechim ham tushunarli bo'ldi, to'g'rimi? Biz qaysilarini bajardik? Ikkitasini bajarib qo'ydik. Ana endi buni ham nimada JavaScriptda qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi JavaScriptda ham hozir buni qilib ko'rsatsam, bunga ham vaqt ketib qoladi. Shuning uchun buni o'zingizlar yana JavaScriptga ko'rasizlar, kimdir JavaScriptda yozmoqchi bo'lsa. Faqat JavaScriptda boshqacha bo'ladi. Mana bu solishtiradigan nima bor-ku, namsni sortlash boshqacha bo'ladi bunda. Mana bunaqa raqam, elementlar raqam bo'lgani uchun buni mana bunaqa qilasiz. A bilan B ni olasiz. Va nimada A minus B desangiz, bu bizga to'g'ri ma'lumot qaytaradi o'shanda. Mana shunaqa qilib solishtirsanglar bo'ladi JavaScriptda bu. Xo'p, bu ham menimcha tushunarli bo'ldi, to'g'rimi? Ozmoz. Va endi biz keyingi yechimga o'tib ketaveramiz. Vaqtimiz video cho'zilib ketmasligi kerak. Xo'p. Bizda keyingi hash setda ishlaymiz. Bu hash set demak, biz o'zi hash set bilan hash mapni tushuna olish kerak. Hash set bu qurilgan set, ya'ni tayyor data struktura. Hashmap ham o'zi tayyor, faqat dictionary odatda obyektlar mana shunaqa nima bilan ishlaydi. Mana buni ko'ra olishlaringiz kerak. Map qanaqa, set qanaqa. Setda indekslar bo'ladi. Mapda key value pair bo'ladi. Bunda end size bo'ladi. Mana shu narsani tushuna olish kerak yaxshilab. Misol uchun bekorga JavaScript compiler ochib qo'ymadim bu yerga, yaxshilab tushuna olish uchun. Misol uchun JavaScript emas, endi biz hozir Python yozganimiz uchun Pythonni ko'raylik. Misol uchun o'zi set qanaqa ishlaydi desak, mana bu yerda set qanaqa ishlaydi? Misol uchun o'zi set mana bunaqa. Misol uchun sin deb odatda shunaqa o'zgaruvchi kiritaman. Set desak, o'zi mana shu narsani print qilib ko'raylik-da. Sinni, to'g'rimi? Hozir sinni ko'rsatib bersam sizlarga mana bunaqa konstruktorga o'xshagan narsa qaytaradi. Endi buni misol uchun add qilib bironta bir o'zgaruvchi qo'shib ko'raylik. Mana bir qaytardi. Ko'rdingmi? Xuddi to'plam qanaqa bo'ladi? Xuddi to'plamga o'xshab ketaveradi-da, 1 2 va hokazo. Setni bilsanglar kerak, duplikatlar qabul qilmaydi. Shunisi bor-da, shu tomoni yaxshi. Set mapga ketaveradi, mapda key value pair bo'lgani uchun. Bunda boshqacha. Kelinglar endi setni ko'ramiz. Xo'p, birinchi demak set ocha olaman. Set degan data struktura ocha olaman. Endi buni tekshiraman, qarang. Setda demak har bitta loopga kirib chiqaman, elementga kirib chiqaman-da. Va shu loopni tekshiraman. Misol uchun agar num shu element sinda bo'lsa, nima qaytaradi? O'zi true qaytaradi. To'g'rimi? True qaytaradi. Chunki sinda bor bu element. 2 marta chiqib qoladi o'shaning uchun. Aks holda nima qilsam? Aks holda singa yangi o'sha elementni o'zini qo'shib qo'yish kerak, to'g'rimi? Chunki biza setda misol uchun bo'layapti-ku. Mana sin qanaqaligini ko'rdik-ku boya. Xuddi mana shu tartibda tekshiradi-da bu ham. Misol uchun kelinglar, mana bitta ham yana ko'rsatib beray. Sal vaqt ketib qolyapti-ku. Tushunarli bo'lsa bo'ldi asosiysi. Video cho'zilsa ham mayli, to'g'rimi? Mana sin misol uchun add 2 bo'ladigan bo'lsa, endi misol printda ko'ringlar, mana. Voy, uzr, nimadadir xato qildim. Mana bu qovusini tashlab ketdim. Mana. Misol 1 2 to'g'rimi? Agar misol uchun endi men 2 in qilib tekshirsam, endi 2 sal xato qildim shekilli, syntax. True qaytdi, yo'q, ishladi. True qaytdi. Demak, sin bunda bor deganda, mana shunaqa bor yoki yo'q, shuni aniqlayapmiz hozir. Ya'ni sinda bormi, bo'ldi, true qaytadi bu, to'g'rimi? Misol uchun hozir mana sinni yana bitta add qilib 1 ni qo'shsam, qaranglar. 1 ni qo'shsam, hozir
sinni o'zini printga chiqaraylik-da. Qaranglar, 1-2 ni olyapti, 1 ni olmayapti. Tushunarli bo'ldi-ya, menimcha. Ikkita duplikat bo'lsa, bittasini oladi. Ya'ni ikkita duplikatlarni inobatga olmaydi. Ana endi buni tekshirdik, to'g'rimi? Agar demak bunda mavjud bo'lsa, true qaytadi. Aks holda qo'shib ketaveradi o'shanga. O'sha nam elementni qo'shib ketaveradi. Bo'ldi. Va oxirida nima qaytadi? Demak, bo'lmasa, uje false qaytadi. Bo'ldi. Mana bu optimal yechim bizda set. Endi buni nimaga optimal desangiz, misol uchun keling ishlatib ko'raylik. Hozir sizlarga time bilan space kompleksiyasini tahlil qilib beraman. Mana hozir bitta 0, mana u ishladi, accepted bo'ldi. Ana endi submit qilsak, mana. Endi sal kam qaytardi-yu, lekin aslida bu optimal, yaxshi yechim. Uje bu tugabdi nimasi menda. Ana bu nimada ko'rsatadi, lekin bu premium bo'lmagani uchun ko'rsatishi muammo. Endi time space complexity bularda ON oladi. ON. Biz endi bitta joy ishlatganimiz uchun set bitta joy ishlatdik-ku mana bu narsani. Bitta for loop ishlatdik-ku, o'sha uchun ON oladi bu. Lekin mana buni ichiga kirib chiqish bu O1 oladi. O'sha uchun ON plus 1 baribir ON bo'ladi, to'g'rimi? Endi space complexity-siga nima desak, hamma unique qiymatlarni saqlayapti-ku. Baribir o'sha arrayni o'zini uzunligi bo'yicha oladi. Set. Ya'ni space complexity bu yerda ON oladi. Tushunarli bo'ldi? Mana shunaqa. Xo'p, bu tushunarli bo'ldi menimcha. Ana endi JavaScriptda buni ishlab ko'radigan bo'lsak, JavaScriptda, misol endi buni o'chirib tashlayman. JavaScriptda optimalni ishlab beraman, albatta ishlab ko'rsataman. Bunda ham xuddi shunaqa, faqat bu yerda boshqacha. Let bo'ladida, sin bo'ladi. Xo'p, sin desak bo'ladi. Shu nom beramiz. Faqat bunda konstruktor bo'yicha bo'ladi. New set ochiladi. Va ana endi yana shu for loop bo'yicha yuramiz. Shuni keling shuni sal vaqt ketmasin. Birdan nimasini yozib qo'yaman. Strukturasini yozib qo'yaman. Ya'ni biz har bitta elementni o'ziga kirib chiqishimiz kerak. Nam misol uchun often foydalana qolaylik bu yerda. Menimcha yaxshiroq bo'ladi. Mana let nums, to'g'rimi? Va ana endi shuni tekshiramiz. Qanaqa qilib tekshiramiz? O'zi bizda in operator bunda ishlamaydi, boshqacha bo'ladi JavaScriptda. Misol uchun if deymanda, agarda deyman nums num deylik. Uzr. Sin has shunaqa qiladi. Mana shunaqa edi shekilli. Ya'ni num ichida shu elementi bo'lsa degani, ya'ni contain qilsa bo'ldi. O'zi nima qiladi? Return bu yerda true qaytadi. Mana. Aks holda for loopdan ham chiqib ketadi, return false qaytadi. Tayyormi? Qiymasan ham, to'g'rimi? Endi men nimasini farq qiladim deb o'ylagandim. O'zi xato bo'ldi. Nimani tashlab ketdik? Uzr. Buni qo'shmabmiz. Bunda ham shu add metod ishlaydi adashmasam. Add edimi? Xato qilmagan bo'lsam shu. Ikkalasining sintaksi farq qiladi-da. Bo'ldi. Bunda ham ishladi, ko'rdinglarmi JavaScriptda ham. New set. Bunda ham xuddi shunaqa ON vaqtda oladi. Mana 88%. Uje yaxshi. Endi keyingi yechimga o'tamiz. Videomiz ancha cho'zilar ekan, mayli. Boshida shunaqa donalab ko'rsatib beraman baribir. Xo'p, demak bu tushunarli bo'ldi, to'g'rimi? Ana endi keyingi usulimiz bizda nima bo'ldi? Hashmap orqali ishlash. Ya'ni dictionary, ya'ni obyekt desak ham bo'ladi. Ya'ni bu o'zi qanaqa ishlanadi desak, bu masala bu dictionary bilan obyekt qanaqa? O'zi bilamiz. Obyektlar key value pair bilan saqlanadi, to'g'rimi? Mapda misol uchun ana keysi string bo'ladi, valuesini string qo'yadi bu yoqda ham, to'g'rimi? O'sha uchun bu data strukturani yaxshi tushunish kerak-da. JavaScriptda misol uchun boshqacharoq. Hashmapni anonsi tuzilishi. Nimada? Pythonda boshqacharoq. Ko'rdinglarmi? Setniki ham sal boshqacharoq. Xuddi shunaqa farq qiladi. Demak, ketdik. Biz hashmap yarata olamiz. Buni mana shunaqa obyekt sifatida bo'ladi bunda Pythonda. Xo'p. Va frequency degan ma'noda, ya'ni necha marta takrorlanganini biz sanaymiz. Ya'ni bu hashmap qanaqa ishlaydi desangiz, bu demak, misol uchun mana bu narsalarni sanaydi. Har bitta elementini bularni key qilib oladida, value ga bir qiymatini beradi by default va shuni sanab ketaveradi. Shunaqa. Demak, biz ichiga kirib chiqamiz, nams qilib, to'g'rimi? Va ana endi shu yerda tekshirib olamiz. Agar deyman, num frequency da bo'lsa deyman, bo'lsa, uje nima qaytsin? Returnda true qaytadi.
Chunki bor. Aks holda nima qaytadi? Frequency'da adashmasam to'g'ri qilyapman. Numni 1 qilib qo'ygan deyman. Tushundingmi? Ya'ni bu k bu value 1 qilib qo'yadi. Tushundingmi? 1 qilib qo'yadi. Mana shunaqa. Agarda frequency'ni num, ya'ni o'sha obyektda o'sha qiymat yana bo'lsa, buni boshqacha qaytaradi. O'sha uchun returnda false qaytaramiz. Mana bo'ldi. Misol uchun endi buni tartiblasam, ishlatib ko'rsam, hozir ham qilib ko'raman, mana qarang. Mana o'sha bunda ishladi. Demak, bu ikkinchi optimal variantimizda. Misol uchun, bu frequency bo'yicha ishlaydi. Bu tushunarli bo'ldi, to'g'rimi? Endi buni submit qilib ko'raylik, qanaqa bo'ladi. Ya'ni, misol uchun, mana bunaqa bo'ldi. Agar buni yaxshiroq tushunaman desangiz, shuni olingda, har bittasini debug qilib chiqsangiz, ancha tushunarli bo'ladi-da. Misol uchun, mana Python kod shuni tashlaymanda, voy, ana shu narsalar yo'qmaydi-da. Misol, endi bironta bir arrayni olsam, misol uchun shuni namuna sifatida olaman va mana bu compilerga qo'yaman-da, misol ishlatib ko'raman, qanaqa ishlayapti. Misol uchun, mana misol run qilib ko'rsam, return outside bir narsa dedi. Xullas, endi bu obyekt bo'lish kerak edi o'zi. Keling shuni mana bu yerda funksiyasini olib chaqiray, shuni nima deysizlar? Funksiyasini tayyor olib chaqiray. Shunda vaqtimiz ketmaydi. Mana. Ana endi nima qilaman? Funksiyani chaqiraman, sразу print ichiga chaqira olaman. Shunda ko'rinadi. Misol uchun numsni parametr sifatida bera olaman, argument sifatida. Bo'ldi. Misol buni ishlatib ko'rsam, qarang. True qaytdi, to'g'rimi? Lekin bizga bu jarayonlar qiziq emas. Bizga qaysi jarayon qiziq? Frequency qiziq, to'g'rimi? O'sha uchun men bitta frequencyni o'zini qaytaraman. False emasda, frequencyni o'zini qaytaraman. Yo, mayli, bu yerda false tursin. Pastdan ham qaytarsam bo'ladi, print to'g'rimi? Frequency. Mayli. Misol uchun run qilsam, qarang. Voy, yaramas, bu ishlamadi. Ama true ni yonida qaytaray, shunda tushunarliroq bo'ladi. Mana shu yerda qaytaray. Mana frequencyni qaranglar mana. 1 1 2 1 3 1. Mana shunaqa bo'lyapti-da. Ko'ryapsiz-a? Ya'ni 2 ni o'zi 1 oldi, 3 ni 1 oldi. 1 ni 1 oldi. Ya'ni bu o'zi true qaytdi. Endi bu qo'shib chiqqandagi holatda bu. Misol uchun 2 agar 2 marta takrorlanib qolsa, mana bu 2 bo'ladi. 1 2 marta takrorlansa 1 bo'ladi. Hozir buni oxirida ko'ra olmayapman-da. Hozir shuni oxirida ko'rsam bo'larmikan? Mana shundan keyin ko'rishim kerak. Hakras mana shundan ko'r. Mana qarang. Mana 1 1 2 1 mana shunaqa qilib tartibda qo'shib boradi va oxirida keyin hisob kitob qiladi. Mana shu kodni debug qilib, uni ko'rsangiz ancha tushunib qolasiz-da. Xo'p, mayli, bu ham tushunarli bo'ldi. Demak, bu menimcha oxirgi ishimiz ekan. Xo'p, xudoga shukr, mana yechib oldik. To'g'rimi? Endi bu JavaScriptda qanaqa bo'ladi desangiz, JavaScriptda ham xuddi shunaqa. Endi buni vaqt ketmasligi uchun buni shundoq tashab, men bitta ko'rsatib beraman sizlarga. Endi buni optimalligi nimada desak, buni optimalligi hashmapda xo'p, ON ishlaydi. Mana misol uchun tartiblasam. Demak, ON bo'ladi bunda ham. Time complexity bilan space complexity ON. Ikkalasi ham alternativ. Hassitda ham shunaqa edi o'zi, to'g'rimi? Hashmda ham shunaqa. Ikkalasi ham bir xil deyarli. Xo'p, endi bu alternativ optimal yechimda endi. Shuni ham berib ko'rsatib o'tdim. Xo'p, hammasini ishlab ko'rdik, to'g'rimi? Endi kelinglar, mana bunda qani nima ko'rgan ekanmiz, mana maqolada. Mana maqolani o'qib chiqsangiz, menimcha zo'r bo'ladi. Mana brute force hozirgi yechim faqat bunda i+1 dan boshlagan. Men lekin i-1 qildim, shunaqa qilib ishladim, to'g'rimi? Lekin bunda sal optimal emas. Sortlashda ham bu boshqacha qilgan. Bunda men i+1 qilib tekshirdim buni, to'g'rimi? 0 dan boshlab. Bu 1 dan boshlagan. Farqi yo'q. Lekin bunda ham ON login oladi, O1 nima oladi? ON oladi ba'zi space complexity. Hassitga qarasak, hash to'plam. Hassitga e'tibor bersak, mana buni ishladik. Bir xil ikkalasi. Hash set length bor ekan, mana bunaqa default nima bor? Misol uchun setni nums ichiga qo'yadi-da, agar misol uchun bu boshqacha bo'ladi-ku, to'g'rimi? Setni uzunligi boshqacha bo'ladi desanglar. Setda uzunlik bor-da Pythonda. JavaScriptda ham bor. Misol uchun kelinglar shuni ham mayli yechaylik. Hozir buni shundoq kommentariyaga olaman-da, pastdan yozaman. Bitta returnni sразу qaytara olaman. Ya'ni tekshiradi, qarang. Bu degani nima degani? Bu degani, misol uchun setga nums kelib oladi, to'g'rimi?
Nams kelgandan keyin 1 2 3 qaytadi xolos. 1 2 3 1 ni qaytarmaydi. Uzunligi 3 bo'ladi, to'g'rimi buni? Buni uzunligi 4 bo'ldi. Uje nima qaytadi? True qaytadi. Chunki bu degani duplicate bor degani. Mana tushundingmi? JavaScriptda qanaqa bo'ladi? Uje bunda boshqacha. Size degan uzunlik nimasi bor. Setda metodlari bor. Setda shunaqa size degan metodi bor. Buni ham oyin ishlaydi. Mana har bittasi tushuntirilgan. Bu maqolani ham yaxshi o'qib chiqsanglar, menimcha foydali bo'ladi. Demak, buni ham check qildik. Bu masalani ham ishlab oldik mana. Hamma yechimlari bo'ldi menimcha. O'zi yana buni boshqa yechimlari ham bor. Endi boshqa yechimlarni misol uchun solutions degan bo'lim bor. Keyin mana nima deydi? Qayerda discussion bo'limi bor. Mana shulardan o'qib, o'rganib, ko'rib, o'sha yechimlarni tahlil qilsanglar bo'ladi. Mana solutionlar bor, har xil yechimlari bor. Mana shunaqa tahlil qilib, birovni kodini o'qib tushunsa bo'ladi yoki-da dastlab o'zingiz bir harakat qilib ko'rasizda, agar chiqmadimi bo'ldi. Misol 30 minutdan ko'p vaqt ketdimi, uje yechimni ko'rib tushunib olish kerak bo'ladi. Mana shunaqa. Hammaga rahmat. Keyingi yechimlarda ko'rishamiz.